Yani dersimizni davamlaştırıp so'zlab o'tili. Hozir so'zlamoqchi bo'lgan mazmun differentiaji, ya'ni jug'lanma tangshigi. Bu o'rin qaraydigan bo'lsak, bu yerda 3 xil tangshig qo'zg'oqliq ekan. Buning birisi shuhrat, yana birisi boylik, yana birisi tuhfa. Endi bu nima desa, qarasak jug'lanmasi 5 deyotdi. Masalan, mana bir sahifaga kirib, ba'zan o'zim yo'llagan temaga bir nazar solay. Bu yerda boshqa bu gaplar yo'q ekan. Lekin bu yerdagi jug'lanma degan gap shu. Endi bu yerda shuhrat deyotdi, buni o'zimiz xohlagancha qo'ysak bo'ldi. Masalan, boylik degan gapni tilla deb qo'yay. Tilla yoki aqcha degan gap shu. Undan keyin tuhfa. Bu a'zolarga qo'shilib mang'an iqtidorlar. Mana o'zgartib boshqa yerga tegmaymiz. Undan keyin tejov qilyaptiq. Keyingi birisi shu jifin silo, ya'ni jug'lanma yo'li, jug'lanmani tepishning usullari. Birinchisi qizilma albomga qo'shish. Ya'ni kunda nimaskan buningga bir tilla berdi ekan. Albomga qassa. Ikkinchi birisi ma'lum bir maqolani baholab bersa. Ya'ni bayam so'zlashlar demayotgan ma'lumdagi baholash iqtidorini ochgandan keyingisi baholash turi. Buningga bir tilla berdi ekan. Turnami o'zgartish. Buningga bermaydi ekan. Uchur ifodasi, ya'ni ifoda qilsa buningga nomer bermaydi ekan. App ishlatish, buningga nomer yo'q. App qachalash, buningga nomer yo'q. Endi baholandi, ya'ni bir tema baholansa 2 nomer berar ekan. Undan keyin baholasi 1 nomer berar ekan. Ham bari yo'llash, ya'ni munbar temsi sir ta'minlab bersa 1 tilla berar ekan. Bilar tashlashga bir qadam qatnashib bersa 1 tilla berar ekan. Birdan xotir yo'lasa 2 tilla berar ekan. Degandek, masalan so'z qoldirsa 1 tilla degandek, masalan qarab o'tsak, basirat belgilasa 5 tilla berar ekan. Shuni o'zimiz xohlagancha belgilab qo'ysak bo'ldi. Masalan, ilhot qilib aktivish 10 tilla degan gap. Bekdan tashviq qilib berish 2 tilla. Masalan, o'zing xohlagancha shundoq mashg'ulotlarni qilsa, masalan, izlash iqtidori desa, masalan, bir qatim izlasa, shuhratga birini beray, tillaga birini beray, aktivchanlik 2ni beray degan o'zimiz xohlagancha tanglab qo'ysak, shu bo'yicha a'zolar jug'lanib qatib turdi. Bu jug'lanib qatgandan keyin a'zolarning darajasi o'sib mangdi. Tejov qilyapti. Keyingi birisi bekatning yana bir iqtidor tangishki. Odatda bu turlarga odatda biz chaqilmaymiz. Endi bu yerda bir tur va men ma turni turdashlarga so'zlab o'tsam, ya'ni yanjing vinda shirji, ya'ni tasdiq kodini savol javob orqali belgilash degan turni ishlatamiz. Bu nima tur desa, ba'zi vaqtda bizning bekitimizga xanzular yoki yomon niyatli kishilar axlat yemlarni yo'llab qo'yish uchun hozircha a'zo bo'lsa, ishtiqlam a'zolab o'tib ketadi. Bir iqtidorni to'sish uchun qo'llangan usul. Masalan, buni nega ishlatasiz deyotdi bu tasdiq kodini. Masalan, yangidan a'zo tizimlatgandimi, uchur yo'llagandimi yoki maxfiy o'zgarganini bilmay, yangidan a'zo tizimlatgan chog'da degan turni qatib, men qatay. Qaranglar, bu turni biz tanja qilamiz. Tanja qilib, ma'lumotga birdan savol qilamiz. Masalan, savoli 5 ga 5 ni qo'shsa qancha bo'ladi degan gapni qatib qo'ydim. Buning javobini ma'lumotga o'zimiz yozamiz. Masalan, 5 ga 5 qo'shsa necha bo'ldi? 10. Endi bu nima desa, bekat xizmat qilgan vaqtimizda a'zolardan shunaq bir savolni so'raydi. 5 ga 5 ni qo'shsa qancha bo'ladi dedik? 10 dedik. Demak, a'zo bu savolni o'qib bo'lgandan keyin javobi 10 deb kirgizsa, bu a'zo bo'la oladi. 10 deb kirgizmasa, a'zo bo'la olmaydi. Demak, biz bu yerga uyg'urcha yoziq ishlatganligimiz uchun xanzula yoki axlat temi odatda ko'pincha mushlar tarafidan yoki mashina tarafidan avtomatik yo'llanadigan mushlar yo'llangan vaqtimizda uyg'urcha xat bo'lgandan keyin shu uyg'urcha xatni o'qiy oladiganlar a'zo bo'ldi. Demak, bekitimiz uyg'urlarni qo'llaydi degan gap. Endi mushurunga mush xatni o'qiy olmasa, baribir bekat tizimlatanmaydi. Demak, mashina odamlar ham xanzula burun tizimga kirmaydi yoki uyg'urcha xatni o'qimaydiganlar degan gap. Buni tejov qilyaptiq. Turni tangshimaymiz. O'zi mushlar turaverdi. Hamma keyingi turnimi tangshimaymiz. Bu o'rindan mashijan shiji turnimi tangshimaymiz. Ko'ngildagi mo'rni olti bo'yicha turaversa bo'ldi. Darsimiz shagacha bo'lsin. Xayr xo'sh.